gunohlar qilaveramiz, xatolar qilaveramiz. Dadajonim, Qizim, nima gap? issiq choy ichib oling. Xo'p, mayli. Qizlaringiz kitob o'qib charchamadim. Ozgina dam oling. Hammasiga keraksiz. Qizim mani. O'zing o'qishlaring nima bo'lyapti? Sessiyalarni yopib yetib qoldi. Yaqinda dam olamiz. Ha, yaxshi qizim. Yaxshi Dadasi, bu to'y xarajatlarini yozib qo'yaylik. Meni ham orzu havasim bor. Birinchi qizimni uzatishim. Kelib ketadigan odam bor, dasturxon bor, kelib keladigan san'atkorlar bor. Hammasi ro'yxatini tuzaylik. Ertaga o'rtoqlarim oldida uyalib qolmay, hammasi shunaqa zo'r katta to'y qilgan. Bu gaping ham to'g'ri. Ha. Unda bor daftar ruchkabga yozaylik. Hozir. Dadasi mana yozing. Ertalabki oshni Versal to'yxonasida beramiz. Eng zo'r to'yxona o'sha. Versal to'yxona. Xo'p. Stollari odam boshiga 200 minglik, 300 minglik, 400 mingligi bor ekan. Biz shu 400 mingligini tanlaylik. Juda qimmat bo'lib ketmaydimi? Dadasi birinchi to'y qilishimiz. Necha kishiga beramiz oshni? Bir 400-450 ta yoza qoling. Dadasi, meni ham tanishlarim ko'p. Siz ham oshna og'ayningiz. Xo'p. Stolga 450. 400 minglikdan qilamizda. Xo'p, shuni 450 ta odam aytamiz, ha? Odam. Xo'p, keyinchi. Eng yaxshi qora domlalardan bir 4 ta aytaylik. Ha, qora akalarni trenddagisini. Ha. Dadasi, keyin hozir hech kim challari qilmay qo'ygan, biz qila qolaylik. Endi hamma qilmasa biz qilishimiz. Qo'ying, dadasi, sal tilimiz uzun bo'ladi xudo tomonidan oldida. Unga qancha ketadi? Endi ayollarning latta-pittasiga men aralashmayman. Bir 7000 ajratib qo'yavering unga dadasi. Dollarda. Ha, bilasiz-ku, tanishlarim ko'p meni. Yana nima qoldi? Uchanlariga ham bir ayol san'atkorlardan aytsang kerak. Ha? Dildora Niyozovani aytdik. Gulsanamni aytaylik. 4 ta zo'r san'atkorlardan aytsa, bir 1000 dan kelib berishar. 4 ta 5 ta qo'shiq aytishsa. Endi hammasini hisoblab chiqaylik. Hı. Oh. 12 mingga chiqib qolyapti challaring bilan. Nima bo'pti dadasi? Birinchi to'y qilishimiz bo'lsa, bunaqa qilmang. Uyalib qolaman ertaga o'rtoqlarim oldida. Ha, xo'p. Qilib beraman. Boringizga shukr. Bo'pti, 12 ming. Bo'pti. Mhm. Bo'ldi. Opoy, hali borib rasvotlar qilib kelaman. Rahmat dadajon, siz boringizga shukr. Assalomu alaykum. Yaxshi siz yashayapsizmi? Qarang. Mana bir necha yillardan beri bizni domimizni tozalab yurasiz. Eshitishimcha qizingizga sovchi kelyapti ekan. Uzatishga pul yo'q. Turmush o'rtog'ingiz vafot etgan deb eshitganman. Agar rozi bo'lsangiz, mana shu 10 mingni olib qo'ying. Qizingizni uzatasiz. Xo'p deng, iltimos. Faqat siz Javlat, nima sababdan bunaqa buncha pul? yo'q. Niyat qildim. Faqat bitta iltimos. Qizimni haqqiga duo qilib qo'yasiz. Ilohim, shu insonning qizi baxtli bo'lsa. Ha qizim, tinchlikmi? Nimaga yig'layapsan? Nimadir bo'ldimi? Uchrashuvga chiqqanda kuyovingizga dadam aytgan gaplarni aytgandim. Xo'p. Shundoq ham qizimni beraman, salpa qila olmayman degan deb aytsam, mani orzu havaslarim bor, bitta o'g'ilman, uylarim ko'nmaydi deb Fotihani to'xtataman deb ketvordi. Nima bo'ldi? Nima yig'lab O'zingizni qizingizni taqdiri qolib, qo'shnining qizini o'ylashingiz shunaqa bo'ladi. Fotihasi qaytgan qizni qarindosh urug'idan qo'ni qo'shni nima deb o'ylaydi endi? Shuncha gap so'z kerakmidi sizga?
Buni ham bir hikmati bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Shakir aka. Ketdikmi mo'jal? Ketdik haydang. To'xtang. Qizingizni turmushga chiqaraman deyotgan edingiz. To'y qachon endi? Ha. Xudo tomon bilan ozgina kelisha olmay qoldik. Ularga meni qizim emas, biz oiladan boradigan sarpo kerak ekan. Erkak kishi kamchiliklarni o'zi qilib olish kerak. Men seni o'qitdim, sarpo qilib bermayman, bebel qilib bermayman degandim. Qizim aytgan ekan, bizning orzu havasimiz bor. 5 xonali uyni to'ldirish kerak deb Fotihani qaytarishibdi. Bunda ham bir hikmat bordir. Shavkat aka, o'zi ko'pdan beri sizga bir gapni aytmoqchi edim. Shu qizingizni meni o'g'limga kelin qilib bering. Sizdan hech narsa keragi yo'q. Siz yaxshi insonsiz, ayolingiz yaxshi ayol. Qizingiz o'qimishli. Bizga bering qizingizni. Xo'jayin, siz bilan meni o'rtamda axir Shavkat aka, o'rtamizda hech gap yo'q. Hammamiz bir deymiz. Haydan quda. Xo'p. Yaxshimisiz qo'shnilar? Yaxshi, rahmat o'zi yaxshimi? Ishlar ekansiz? Ha, ish tugatdim. Endi uyga qaytish. Yaxshi. Qizingizni Fotihasini qaytarishibdi. Ha, aka. Shunaqa qolib qoldi. Buni ham bir hikmati bor. Lekin yaxshi bo'libdi. U bola yaxshi bola emas. Barkamol. Keyin dadasi ham bir ichkilikdan bir odam o'ldirib qo'yib qamalib chiqqan edi. Lekin yaxshilikka hammasi. To'g'ri aytasiz. Rahmat qo'shni. Chiqing. Faqat bitta iltimos. Qizimni haqqiga duo qilib qo'yasiz. Ilohim, shu insonning qizi baxtli bo'lsa